Homiladorlik haqida juda ham ko'p videolar ko'rganman, lekin hech kim menga mana shu 5 ta narsani aytmagan. Birinchisi, oyog'im 2 razmerga kattalashdi. Hech qachon bunaqa bo'ladi deb o'ylamaganman. Shkafimdagi deyarli barcha oyoq kiyimlarim menga to'g'ri kelmayapti. Bir kun o'zimni juda ham yaxshi his qilaman, ertasi kun esa umuman boshqa odamga aylanaman. Homiladorlikda har kun bir xil o'tmas ekan. Buni faqatgina menimcha boshdan o'tkazganlar tushunadi. Kiyim tanlash ham umuman boshqa masalaga aylandi, chunki ilgari faqatgina chiroyli bo'lsa bo'ldi edi. Hozir esa eng birinchi savolim bu qulaymi? Hissiyotlarim ham butkul o'zgargan. Oldin umuman e'tibor bermaydigan narsalarim hozir juda ham tez e'tiborimni tortadi. Ba'zi paytda umuman sababsiz yig'lab yuborishim mumkin. Ba'zi paytda esa o'zimdan o'zim shunaqangi baxtiyor bo'lib ketaman. Ko'rgan odam hayron qoladi. Misol uchun kecha kun davomida juda ham yomon kayfiyatda uyda yotdim. Bugun esa yaxshi kayfiyatda ko'chadaman. Eng katta o'zgarish bu qornimda emas, balki fikrlashimda bo'ldi. Chunki ilgari juda ham tez qaror qabul qilardim. Hozir esa qaror qabul qilishda faqat o'zimda emas, 2 kishi haqida o'ylayman. Va bu hissiyotni so'z bilan tushuntirib bilish juda ham qiyin. Men hozir bu safarni yarmidaman. Lekin hozirni o'zidayoq hayotim o'zgarib ketdi. Agar siz ham ona bo'lgan bo'lsangiz, sizni eng hayron qoldirgan narsa nima bo'lgan? Kommentariyada yozib qoldiring.